Assalamualaikum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin təşqi işlər və bexatarlıq ministri Salih Xudayer əfəndi Amerika başlıq xalqara cəmiyyətinin Şərq Türkistan məsələsiga köngül bölməyətqanlığını qayta təkidlədi. Wire жайының xəbər tori 16 sentabr günüdəki bir yo'llanmasida Şinjan yaqinqi yillardan buyon taratqularning kuchlik diqqatini qo'zg'adi, hatto Amerikaning siyosatdagi muhim nuqtasiga aylandi. Shuning bilan bir vaqtda Hollywood'dagi donglik shaxslar va siyosiyonlarning qiziq temasi bo'lgan Şinjandagi ahvol ko'zdan g'oyib bo'ldi degan. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin təşqi işlər və bexatarlıq ministri Salih Xudayer əfəndi bununğa cavabən Şinjanның yaqinqi yillardan buyon taratqularning kuchlik diqqatini qo'zg'ab, hatto Amerikaning siyosatdagi muhim nuqtasiga aylanganligi reallikdan uzoq. Shuni aniq ta'kidlaymizki, Şərq Türkistan ishg'ol qilingan vatanimizning haqiqiy ismi. Ozroqmi taratqu va Amerika siyosatchilarining diqqatini torta olmadi. Tibetga o'xshamaydigani Tibet Amerikaning qo'llashiga erishib, besilingan davlat deb e'tirof qilindi. Şinjan deb atalmadi. Şərq Türkistan Xitoyning tashviqoti ostida qoldi. Şərq Türkistan besilingan zimin deb e'tirof qilinmadi. Amerika Tashqi ishlar ministrligida Tibet ishlari uchun maxsus moslashtiruvchi bekitilgan bo'lsa-mu, Şərq Türkistan qo'llashga erishalmaganlikdan Amerika Tashqi ishlar ministrligida Şərq Türkistan ishlari uchun moslashtiruvchi bekitilmadi. Amerika 1997-yildan boshlab Tibetning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini qo'lladi. Tibet sürgündü hökumətinin harakati keng iqtisodiy, ta'lim-tarbiya, hatto diplomatda qo'llashga erishidi. Shuning bilan birga xalqimiz irqiy qirg'inchilikqa uchrayotidi. Davlatimizning ishg'ol qilingan davlat ekanligi e'tirof qilinmadi, qo'llashga erishalmadi. Dunyo Xitoyning Sharq Turkistondagi mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatiga ko'z yumishni to'xtatish kerak dedi. Salih Xudayarning dunyoning Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bo'lmayotganligini ta'kidlab bergan bu javobi axborot vositalarida aks etdi. Hindiston bayoni xabar tori 17 sentabr kunidagi Amerikalik siyosatchi Sharq Turkistondagi kishilik huquq krizisiga dunyoning ko'ngil bo'lmaganligini aytdi degan temada e'lon qilgan xabarda Sharq Turkiston sürgündü hökumətinin diplomatiya və bexatarlıq ministri Salih Xudayer Sharq Turkistondagi kishilik huquq krizisiga dunyoviy ahamiyat berilmayotganligini aytib, Sharq Turkistonning muhim taratqular va Amerikaning siyosatining diqqatini qo'zg'aganlik tuyg'usining ijtimoiy aloqa supisi X'dagi bir yozmasida bildirdi. Tibet bilan Sharq Turkistonga xalqaroning pozitsiyasining o'xshamaydiganligini ta'kidlab, Tibet sürgündü hökuməti keng iqtisodiy, ta'lim-tarbiya, hatto diplomatik qo'llashga erishgan bo'lsa-mu, Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Uyg'urlar bundaq e'tirof və yordamlarga erishalmadi. Tibet ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilingan və Şinjan deb e'tirof qilinmagan. Tibetga o'xshamaydigani shuki, Şərq Türkistan davomli Xitoyning tashviqoti ostida qoldi dedi və Tibetning Amerikaning qo'llashiga erishganligini 1997-yildan boshlab Amerika Tashqi ishlar ministrligida alayda moslashtiruvchi ta'sis qilganligini, Tibetning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini qo'llaydiganligini, xalqning irqiy qirg'inchilikqa uchrayotganligini, davlatining ishg'ol qilingan davlat ekanligining e'tirof qilinishga, qo'llashga erishalmaganligini, dunyoning Xitoyning Sharq Turkistondagi mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatiga ko'z yumishni to'xtatish kerakligini bayon qildi. Salihning bu yozmasi atalmish Şinjanning taratqularning xabarining Amerikalik siyosatchilarning ko'ngil bo'lish nishoniga aylanganligi to'g'risidagi xabar maqolasiga inkas qaytirib yozilgan. Salih Xudayer o'zini Sharq Turkistonning mustaqillik ishlariga bag'ishlagan Amerikalik Uyg'ur siyosatchi. U Sharq Turkiston milliy uyg'unish harakatini qurgan va Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish xizmatining oldingi sepida mangdi. Atalmish Şinjan O'rta Osiyodagi Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni deb atalgan rayonni ko'rsatdi. Uyg'ur masalasi Xitoyning murakkab va talash-tortishdagi vaziyatiga markazlashgan. Uyg'urlar madaniyat, til va diniy e'tiqodi alohida bo'lgan musulmonlarni asos qilgan millat to'pi. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy hukumatining atalmish Şinjandagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga kishilik huquq dafsanchiligi yurgizish to'g'risida keng ko'lamda doklad va ayblashlar tarqalib, Xitoyning dafsanchilik usullari tunishtirildi. Xalqaro kishilik huquq tashkilotlari va bir qism hukumatlar bu harakatlarni ig'ir kishilik huquq dafsanchiligi, kultural besim deb qattiq tanqid qildi deyildi. İjtimoiy axborot vositalarida tarqalayotgan uchurlarga qaraganda Sharq Turkistonning Korlidan olim Abdukerim 7 yildan beri turmaga qamalgan bo'lib, uning tuqquni Nafisaning ijtimoiy axborot supurlarida tarqatgan videosidan ma'lum bo'lishicha, tavasining tutqun qilinib, begunoh turg'uliq 7 yildan beri turmada yetayotganligi,
Xitoyning chet eldagi tuqqanlari bilan aloqa qilganligi va Qur'on va boshqa diniy mazmunlarni anglaganligini bahona qilganligi. Anqaradagi Xitoy elchixonasining sababini o'zlaridan surishti qilmay, video ishlab xato qilganligini aytganligi va 3 oydan ortiq vaqt saqlatib, andan tog'asining 10 yildan ortiq kesilganligini va bundan keyin o'zlarini izlamasligini aytganligi ma'lum bo'lgan. Xitoyning sezgir portlar, tajribxonalar va dengiz qirg'oqi mudofaa aslihalari atrofidan yer setilishiga yo'l qo'ydigan federatsiya yo'chiqlari qurultayda andish paydo qilgan. Washington Erkin Maya xabar to'rining 17 sentabr kunidagi xabariga qaraganda, Amerika parlamenti a'zolari davlat bexatarligini tekshirish tizimida yer setilishda yanada bo'shliqlar bor. Federatsiya yo'chiqlari Xitoy va boshqa chet ellik raqiblarning Amerikaning sezgir portlar, tajribxonalar va dengiz qirg'oqi muhofazat aslihalari atrofidagi zimlarni setib olishiga yo'l qo'ydi. Bu ahvol dushman hokimiyatlarining Amerika tuprog'ida josuslik harakati olib berishiga sharoit hozirlaydi. Bu qurultayda andish paydo qiladi degan. Maliya Ministerligining chet el mablag' selish komiteti chet el organlarini yer bilan ta'minlashga mas'ul markaziy organ 7 oyda huquq doirasini kengaytirishga ahamiyat berib, 50 harbiy va boshqa muhim joylardagi uy mulk savdosini tekshirishga ruxsat qilgan. Parlament a'zolari davlat bexatarlik o'rinlariga yaqin joydan yer setilishini nazorat qilish, davlat bexatarlik tekshirish tuzilmasida ko'rinarli bo'shliqning borligini oshkorladi. Xitoyning Amerikaning ul aslihalariga buzg'unchilik qilish tirishchiligida ta'sir kuchini oshirishi andisha qo'zg'adi. Xitoyning yer setilishiga qarshi turish tirishchiligi mamlakatimizga har qaysi shtatlarda asosli siyosiy masalaga aylandi degan. Xitoy Kompartiyasiga qarashli shirkatlarning Amerikada kam degandimi 384 ming mo terilg'i yeri bor ekan. 2019 yildan buyon eshish nisbati 30% bo'lgan, ammo federatsiya nazoratchiligining ojiz bo'lishi bu sonning texnik ko'p bo'lganligidan derak bergan. Bu 2 milliard dollarga yaqin mulkka barobar ekan. İki partiyaning parlament a'zolari bir mezgildan buyon Xitoy Kompartiyasining yer setib olishi to'g'risida ogohlantirish berib, federatsiya organlarining Beijingning bir qism harbiy o'rinlarga yaqin joydan yer setib olishini texmi yaqindan kuzatishiga sababchi bo'lgan. Ammo Maliya Ministerligi chet el mablag' selish komitetining qora tizimligini 30 shtatdagi 50 harbiy aslihalargacha kengaytirishning yangi qoidalarini jazmlashtirganda, majlisning Xitoyga qarshi tanlangan komitetining raislaridan Morfi va Molinar bir qancha halqaliq kamtiklikni tugutish uchun texnik ko'p ishlarni qilish kerakligini o'ttirg'a qo'ygan. Parlament a'zolari federativ amaldorlar kengaytirilgan cheklimlar bilan olg'a ilgirlagan taqdirdami Xitoyning ilgirgi yer setib olishini tekshirolmaydi degan. Agar Xitoy o'rinlari setib olgan yerlar dengiz qirg'oqi muhofazat aslihalariga yaqin yerda bo'lsa, ular dengiz qirg'oqi muhofazat atritining davlat bexatarlik vaziyatiga bo'lgan inkosi va Amerikaning chegarasini qandoq nazorat qiladiganligiga josuslik qila oladi ekan. Cumhuriyet milliy mafkurasidan termlar, shon-sharaf va ulug'liq. Bir qism yuzaki insonlar shon-sharaf va kattalikni pulga sundirib o'ylab oladi. Ular hatto haq yoki nohaq usulda bo'lishidan qat'iy nazar biror obro' yoki mansab egasi bo'lishdek, cho'ng-cho'ng imoratlarni yasab o'tirishdek, nochi eti harvisi bo'lishdek, boshlariga qimmatboliq narsalarni kiyib, isil to'n kamzullarni kiyishdek, odamiylik sharafga aloqasi yo'q narsalarni orzulab o'tadi. Bundaq o'ylash xatodir. Amaliyotda inson uchun haqiqiy sharaf uning insoniyat dunyosiga, jumladan vatani va mamlakatiga xizmat qilishdan keladi. İnsanlar jamiyatiga xizmat qilmaydigan hamda yurti va xalqiga manfaati tegmaydigan mol-dunyoning ayvon-saroy, bog'-baron, isil kiyim-kechaklarning hech qaysisi insoniy ulug'liqdan, sharaf, izzat jumlasidan sanalmaydi. Bundaq narsalarning haqiqiy ulug'liq va odamiylik fazilatlar bilan bog'lanishi yo'q. Haqiqiy sharaf va haqiqiy ulug'liq insonlar dunyosiga, vataniga va millatiga xizmat qilish bilan, ularga yaxshilik qilish bilan bo'ladi. Janob Haq insondan uningga ato qilgan ne'mat va qudratlarni umumning manfaatiga qanchalik ishlatganligidan, qaysi xil ishlarga ishlatganligidan so'ramay qo'ymaydi. Shaxsiy mol-mulk yig'ish va dunyo to'plashning bashariyat tarixida hech ahamiyati ko'rilgan emas. Bu narsalar bo'lmasmi, vatani va millatiga xizmat qilgan kishi tarix nazarida yanada sharaflidir. Şoňa milletiga xizmat qilgan büyük zatlar barcha dunyo ahlida nomi muqaddas bo'lgan va ta'zim bilan yod etilib kelgan. İslamiyatdimi Ömer, Ali, Hamza va Xolid radhiyallohu anhumlarga o'xshash büyük zatlar Tariq ibn Ziyad, Qutayba ibn Muslim kabi fatih sardarlar. Adashsiz, sanab tugatkisiz ulug' mujohidlar, ulamolar, mujtahidlar va hukmlarning hammasi millati islomiyaga, ya'ni musulmon xalqlariga qilgan xizmatlari bilan mashhurdir.
Keyingi asrlarda Amerika ozodlik urushlariga rahbarlik qilgan Washington Amerikani bayqagan Kolombo va uning ahvolini dunyoga tafsiliy anglatgan hamda uning nomini dunyoga abadiylashtirgan edi. O'z tirishchanligiga tayinib Italiyaning cho'ng davlatlar qatoridan o'rin olishini amalga oshirgan Bismarck, shundaqla hozirgi Turkiyaning qurg'uvchisi Buyuk g'ozi Mustafa Pasha va boshqa mashhurlarni dunyo tarixida ko'rsatgan xizmati va shuhrati bilan boqiy bo'lib turg'usi. Davomi keyingi xabarlarimizda izchil anlatıldı. Bizga vaqt ayırğanlar üçün köpdən köp rahmat. Kelar qıtımqı proqramımızda görüşküçə Allah'a amanat bolğaysızlar.